Qo'y yetellar, senlarda yo'q, senlar bovicsanlar. Mashina olish uchun ishlash kerak, bovich. Jigarlar, tabriklasanglar bo'ladi. Mana 17 yoshimda o'zimning shaxsiy velosipedimni sotib oldim. Bu ko'k rangda. Nima uchun bilasizlarmi? Bu nima uchun bilasizlarmi ko'k rangda? Men ham bilmayman. Shu sizlardan so'rayapman-da, nima uchun ko'k rangda deb. Mana o'tirgichi sal qiyshiqroq ekan, atak o'tirsa bo'ladi mana. Qandaydir g'alati o'tirsa qaranglar, odam dunyo chapib bo'lib ketganda g'alati qo'yib qo'yar ekan. Buni men qanday menaman? Bo'lmaydi bu. Mayli tursin sotib yuboramanmi-chi bo'lmasa? Yo chindan ham sotish kerak-da, g'alati, вообще yo'qmadi. Umuman kimga sotsam ekan? To'xtanglar, ko'chaga chiqarib buni auksion qilish kerakmi yo nimadir qilish kerak. Qanday o'tirardi bunga? Mana bunaqa o'tirar ekan. Orqaga yuramiz. G'alati ekan bu qaranglar. Boshni yomon aylantirib tashar ekan. Yomon aylantirar ekan. Juda yomon, g'alati. Voy, asta. Parkovka qilib qo'yaylik mana yerga, to'xtanglar. Ay, asta. Mana mashinalar orasiga urilib ketsam bor-ku, bu velikni 10 tasini sotib ham bu mashina pulini topa olmayman. Keyin qanday to'layman bu mashinalarni bilmadim. Yopamiz. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'q Havaslar. Meni yangi video roligimdasiz. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Короче, men uchun juda muhim. Xullas, ko'p gap eshak yuk deganlarni bechora eshagimizni qiynamaymiz. Qoch. Meni polizimga qorol kerak emas demasanlar 690 ming marta aytganman. Zo'r ketyapti. Indamay tur. Sen nima ko'ryapsan shunda hozir? Ana bu kartoshkalariga qurtlar tushyapti. Ikkita qurt tushyapti-da, bir-biri bilan urushyapti. Voy, yaramas qurtlar, hozir shoshmayman, qurtlarni yaramaslarni adabini chiqaraman hozir. Hozir polizimni как раз o'z yig'ishtirib olishim kerak-da. Keyin auksion qilamiz velosipedni. Avval poliz muhim, keyin esa boshqa narsalar muhim bo'laveradi bizga. Eng muhimi poliz baribir. Mana qara, iltimos, qochib tur, polizimni ishlashim kerak. Qara, urushyapti. Bittasi o'ldirib qo'ydi. O'ldirdim, yaxshi. Ikkinchisini san kirib o'ldirsang bo'lmaydimi? Tezroq qutulardik. Nima? Bu gaping bilan meni qurt deyapsanmi? Yo'q, qochib tur deyapman. Ana endi polizda ishlashni boshlaymiz. Sabzilarni yig'ishtiramiz. Sabzilar me'yorida doimgidek. Kartoshkada agar chirik bo'lsa, bu qurtlarni, yaramaslarni bu yerdan quvg'in qilib yuboraman. Hatto qayerga quvg'in qilsam bo'ladi, bilmadim. Menimcha shu shahargami yo boshqa qishloqqami quvg'in qilib yuborsam kerak. Ko'ramiz hozir. Chirik kartoshka bo'lsa, o'zi bilinadi chirikligi. Hozir qaziymiz va bitta bor ekan. Voy, onasini emsin. O'sha ikkita qurt bitta kartoshkada o'tirgan ekanda, farosatsiz qurtlar. Nima bitta kartoshka o'tira, ikkita kartoshka o'tirsa bo'lmasmikan? Bilmadim. Endi qurtlarni qilgan ishini muhokama qilib o'tirishim shart emas. Hozir voy oyog'im. Mayli. Hozir sabzilarni qaytarib ekib chiqamiz tez. Keyin esa chiqib velosipedni sotamiz va boshqa narsalarni ham ko'ramiz, короче. Hozir bitta charigan debman. Chidigan kartoshkamni qayerga tashlab kelsam bo'lar ekan? Stop. Chevrolet Cherry? What the? Qayerdan kelib qoldi bu mashina? Hozir shuni ko'rmadimmi men velik top kelib qo'yib? Yo, ko'rmabman rostdan ham. Qaranglar, e'tibor qilmabman. Mayli, hozir короче borib so'raymiz, kim qaysidir yeteldiki ekanda u, demak. Hozir borib so'raymiz, qayerdan kelib qoldi, kim olib berdi unga, o'zi ola olmaydi ani. O'shani hozir bilamiz qayerdan olganini. Va nima bu eshigim bunaqa kirgan qo'ymaydi. Poliz ekinlari bu yerda va asbob uskunalar bu yerga juda ham chiroyli taxlaganman. Ana endi borib so'raymiz hozir. Tak. Yetelda turishini qaranglar. Menga qarab turibdi. Voy, bezbet. Menga qarashini qaranglar. Mana shu yerdan bitta sakrab o'tolmas ekanman. Obba, mayli. Mana bu yerdan o'zi yurish mumkin emas. Bunaqa to'siq qo'yib qo'yishibdi, ko'ryapsizlar? Короче, shunaqa. Voy, Jetel, qandaysan? Ishlar yaxshimi? Assalomu alaykum, Jo'qa, zo'rmisiz, tinchmisiz? Sizlayapsanmi? Mendan kichkinamsan? Ha, kichkinaman. Yaxshi, bu mashina qayerdan olding? Bu mashina, короче, bitta challenge beraman odamlarga, yutsa mana shu avtomobilni berib yuborasiz deyapsan. Qanaqa challenge? Mana bu yashikni ochib ko'ring-da. Yashikda bir dunyo lava bilan bitta bunaqangi oynami nimadir bor ekan. Короче, o'shani olasida bitta joyni shuni aylana qilib turib, lava bilan o'rab chiqib, o'sha lavadan 5 soat chiqmay o'tirib bersangiz, mana shu mashinani berib yuboraman. Rostdanmi? Ha, rostdan. Bo'ldi. Hozir men borib uyimdan belkurayimni olib kelib, yer qazib turib, lavani qo'yib turib, ichida 5 soat. 5 soat degani qancha bo'ladi? 5 soat degani 5 soat bo'ladi, qancha bo'lsin? 5 soat bo'lgandan keyin 5 soat o'tirib berishimiz kerak bo'ladi. 5 soat degan misol sekundlarga aylantirsak 300 minut bo'lishi mumkin. 300 minut yo sekundga emas, minutga aylantirsak 300 minut bo'ladi. Atak sekundga aylantirsak qancha bo'lishini bilmadim. Qancha bo'lar ekan sekundga aylantirsak? Bu uchun albatta 300 ko'paytiramiz 60 ga. Bo'ladi 1800. 1800 mi? Yo, 18000 sekund. Yo. 18000 sekund kutishim kerak. Men keldim. Ha, oling undan, sinab ko'ring o'zingizda. Hozir
Xo'sh, olamiz, tez olin, tez. Oho, shuncha lava-ya. Bitta savolda, u qayerga qo'yaman buncha narsa? Qayerda qilishim kerak chuqurni? Farqi yo'q, oldimda qilsangiz ham bo'ladi. Oldingda joy yo'q, mayli shu yerda qilaman unda. Davay boshlang. Tak, davay boshlash kerak. Davay qilish kerak. Tak, lekin bu yer unchalik normal emas ekan. Mayli, hozir mana bu yerda joy qilamiz. 1 2 3 4 5 6. Bu tomonga ham 6 ta qilmaymiz, mana shuncha qilamiz. Chunki bu tomon chiqib ketadigan bo'lsa bo'lmay qoladi-da. O'shaning uchun mana bunaqa qildik. Mana takoy ichidagi bloklarni olib chiqamiz. Menimcha lavang ko'p, bilmadim. Hozir qo'yib chiqaylik, chiqani bittadan. Tak, menimcha yo'q, yetmasligi ham mumkin. Tak, yo'q, yetmas ekan. Obbo. Mayli, lavani yetguncha qilamiz ana endi. Yana qaytarib qo'yib chiqaylik shu yerga. Okey. Может, yetishi ham mumkin ekan. Bu yerga, bu yerga, bu yerga, bu yerga, bu yerga va bu yerga. Hozirga ham shunday, xuddi shuncha joyga yetganda. Endi bu yog'i 6 ta, 3 tadan 3 tomon, 2 tomon